Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun 5-mavzuyimiz, ya'ni header va footer mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, header va footerni ko'rib chiqishdan oldin biz jadvalimizning ushbu bo'limiga ya'ni prosmotr ko'rsatadigan bo'limda shu joyga bosib olishimiz kerak. Ya'ni обычный bo'lim, razmetka страница va страничный rejim. Razmetka stranica bo'limiga bosib olamiz. Razmetka stranica bo'limiga bosib olish orqali biz har bitta listimizda alohida ko'rsatib olishimiz mumkin. Demak, bu bo'limga o'tganimizdan so'ng yana bizga nima kerak bo'ladi? Hop. Header va footer. Header bu misol ma'lumotni boshlang'ichi, bosh tomoni bo'ladigan bo'lsa, dasturlashlar ham ma'lum. Footer orqa tomoni past hisoblanadi. Demak, header tepasi, pastki tomoni footer hisoblanadi. Hop, endi bu Excel, Word'larda nima deyiladi? Excel va Word'larda bu column title deyiladi. Ruschasiga column title. Boshi oxiri emas, column title deyiladi. Ana column titlelar qayerdan chiqadi Excelda? Demak, birinchi turgan listimizda hop, razmetka stranica ushbu tugma orqali ushbu holatga keltirib oldik. Santimetrlar va listlar to'liq ko'rinadigan holatiga va endi column title'ni ochamiz. Column title nima kerakligini aytib o'tamiz. Ya'ni sonni shu joyga olib boraman. Mana ikki tomonga chiziq, ya'ni показать пустую просторочка degan narsa chiqdi. Ustiga bir marta bosadigan bo'lsam, hop, добавить вверху column title. Mana column title chiqdi. Shu joyda men misol uchun Atazimov Shuhrat deb kiritib qo'yishim mumkin. Keyinchalik esa shu bo'limda yopadigan bo'lsam, shu joy mana ismi keyin ko'rinmaydi, lekin pechat qilayotganimda, mana ma'lumotni pechat qilib chiqarayotganimda, hop, pechat qilayotgan tepada Atazimov Shuhrat degan yozuv turibdi. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Bu column title edi. Ustiga bir marta bosib ochamiz. Column title mana shriftlarni kattalashtirib qo'ysa bo'ladi. Column title jadvalga aralashmaydi. Bu chekada alohida paydo bo'ladi. Shu joyga misol uchun bir raqamni qo'yib ketadigan bo'lsam, bir raqamini kattalashtirib, shriftini o'zgartirib qo'yadigan bo'lsam, mana bir raqami shunaqa keyin mana shu holatda o'tdi. Endi bundan tashqari hop, yana qayerlarda column title nomerlar qo'yish mumkin. Column title ustiga bosish orqali mana column title'ga o'tamiz. Word'da ham mavjud. Nomer stranisiyaga bossak, birinchi stranisiya, ikkinchi stranisiya bo'lib nomerlar berib ketadi. O'zi chisla stranisiyalar qo'yib qo'yishimiz mumkin. Hop. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi deb hisoblaymiz. Column title'lar shu yerdan qo'yilar ekan.